Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari ijrosi, aholi uchun munosib mehnat va yashash sharoitlarini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganish maqsadida So'x tumanida bo'ldi. Viloyat rahbari dastlab tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan investitsiya loyihalari bilan tanishdi. Istiqlol mahalla fuqarolik yig'inida barpo etilishi rejalashtirilayotgan xususiy klinika loyihasi ko'zdan kechirdi. So'xlik tashabbuskor tadbirkor Gulshan Xatamov rossiyalik investorlar bilan hamkorlikda amalga oshirishni rejalashtirayotgan tibbiy maskan haqida ma'lumot berdi. Inson salomatligi muhofazasiga qaratilgan mazkur loyiha qiymati 6 million AQSh dollarini tashkil etadi. Shundan 2 million dollar o'z mablag'lari, 4 million dollari xorijiy investitsiyani tashkil etadi. Yurak qon tomir xastaliklarini davolashga ixtisoslashtirilgan klinikaning ishga tushirilishi evaziga 30 ta doimiy ish o'rni yaratiladi. Bemorlarning dardlariga shifo izlab Farg'ona yoki boshqa hududlarga borishlariga chek qo'yiladi. Tadbirkor bilan suhbatda uning ishlariga omad tilandi. So'xda muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlarni obodonlashtirish va ziyorat turizmini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Hududda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish doirasidagi ishlar bilan tanishish jarayonida viloyat hokimi Xayrullo Bozorov tuman markazida qayta tiklanayotgan tarixiy va muqaddas qadamjolardan biri Sangin Navishda ziyoratgohida bo'ldi. Biz turgan joy hozir So'x tumani markazidagi Rovon mahallasida. Bu turgan ziyoratgohimiz Sangin Navishda deyiladi. 1000 yil oldin So'x tumaniga Abdulla Eshon kelib shu yerda tepada yashab o'tganlar atrofda birinchi ma'rifat buloqni ochganlar. Shu yerda madrasa ochib, maktab ochib odamlarga ta'lim berganlar. Hozircha ziyoratgohi qaytadan aholi topilib, viloyat hokimi tashabbusi bilan qaytadan remont qilindi. Ziyoratgoh aylantirilibdi. Mutaxassislar tomonidan ziyoratgohning tarixi, madaniy ma'rifiy ahamiyati va mavjud holati yuzasidan to'liq ma'lumot berildi. Holat bilan yaqindan tanishgan viloyat rahbari ziyoratgohni ta'mirlash, obodonlashtirish, mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun turistik maskanga aylantirish bo'yicha tavsiyalarni berdi. Iste'molchilarning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish, ularga sifatli energiya yetkazib berish muhim masalalardan hisoblanadi. So'x tumanida energiya quvvatini oshirish, aholi va ulgurji iste'molchilarni uzluksiz energiya bilan ta'minlash maqsadida istiqbolli loyiha amalga oshirilmoqda. Qizilqiyoq mahalla fuqarolik yig'ini hududida gidroelektr stansiya, ya'ni suvdan elektr energiyasi ishlab chiqarish stansiyasi qurilishi jaddallik bilan olib borilmoqda. Tumandagi o'rganishlari doirasida viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ushbu obyektda bo'ldi. Olib borilayotgan qurish jarayonlari bilan tanishdi. Mazkur loyiha O'zbek Gidroenergiya qurilish aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilmoqda. Loyiha qiymati qariyb 41 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ushbu yirik energetika loyihasi davlatimiz rahbarining So'xga alohida e'tibori asosida amalga oshirilayotganligini ta'kidlagan viloyat rahbari uning tuman iqtisodiyotini rivojlantirish, aholini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash hamda hududning investitsiyaviy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini qayd etdi. Mas'ullarga qurilish montaj ishlarini loyiha smeta hujjatlari asosida olib borish va belgilangan muddatda sifatli bajarish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Mazkur inshootning foydalanishga topshirilishi evaziga tumandagi 20 mingdan ziyod aholi xonadonlari barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 8-iyulda So'x tumanini 2026-2028 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, mavjud zaxira va imkoniyatlarni ishga solish orqali aholi bandligini ta'minlash hamda tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. So'x tumanida mazkur tarixiy hujjatning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish hamda uning ijrosini samarali tashkil etishga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, Prezident administratsiyasi departamenti rahbari, viloyat boshqarma va tashkilotlari rahbarlari hamda tuman faollari, nuroniylar, yoshlar, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tantanada so'z olgan viloyat hokimi mazkur qaror so'xliklar hayotida tarixiy o'zgarishlarga sabab bo'lishini katta quvonch bilan ta'kidladi. So'x o'zi haqiqatan ham bir yaratganni bir nazarda tutgan, betakror tabiatga ega bo'lgan, bir barakali tuprog'iga ega bo'lgan, mehnatkash, bir samimiy, ochiq ko'ngil, bag'ri keng xalqqa ega bo'lgan ajoyib bir hudud. Albatta bu yerdagi insonlar o'zini mana shu bag'ri kengligi bilan, o'zini mehnatsevarligi bilan, o'zini demak harakati, o'zini intilishi bilan nafaqat bugun viloyatimizda, nafaqat bugun mamlakatimizda, balki uzoq o'lkalarda ham mehnati bilan, harakati bilan, bilimi bilan, intilishi bilan bugun obro' topyapti, hurmat topyapti.
turli xil davlatlarga borib bugun o'zini katta zavodlari, o'zini fabrikalari, o'zini bir tadbirkorlik yo'nalishini ochib bugun samarali ishlab kelayotgan qancha so'xlik mana shu yurtdoshlarimizdan ko'rishib, ular bilan gaplashib, to'g'risi gap odam faqat xursand bo'ladi, faqat quvonadiki, mana shunday bir aqlli, shunaqangi uddaburon, shunaqangi tadbirkor yigitlarimiz borligidan odam faxrlanadi. Mana hozir ham kirib kelyapti. Mana Gulshanbek bilan ham mana tanishtirdi. Hozir qarang, hozir uzoq mana shu Rossiya o'lgan mana shu yigitimiz. Qarang, hozir gapim tasdig'ida bu hozir tanishdik asli o'gandi. Mana 700 ta yigitni ishlatyapti ekan shu so'xli yigitlarni. Hammasini yotog'ini qilib berib, joyini qilib berib, sharoitini qilib berib, himoyasini qilib berib, qolaversa mana sekin qulog'imga aytib qo'yapti. Yana bitta zavod qilyapmiz dedi Rossiyada dedi, sheringlar bilan dedi. Yana bir 1000 tani dedi olib borib o'sha yerda ishlatib, o'sha yerda dedi men zo'r qilib ish joyini, sharoitini qilib beraman dedi. Tasavvur qiling. Qanday mana bugun o'ziga yurtda nonini topibgina yeb emas, o'ziga o'rniga ega bo'lib, bu yerga ishlab chiqarish qilib, sanoatni qilib, obro'ga e'tibori bir o'sha yerda mana biz o'zimiz yurtdoshdan olib borib ishlatyapti. Bu zabardast bu yigitlar. Mana shu so'xi farzandlari, so'xi yigitlar. Shuning uchun albatta mana shunday yigitlarda salmog'i ko'p, soni ko'p. Biz bunaqa yigitlarni ko'rib faqat faxrlanamiz, zo'rlanamiz va men hokimga doim aytaman, shu yigitlarni toping, albatta so'xga chaqiring. Mana bugun mana oqsoqollar bilan duo qilib keldik. Bir yangi bir zamonaviy tibbiyot markazini mana qurishni ham boshlab yubordim. Xudo xolasa kelgusi yilga mana bitkazamiz deb va'da qildilar. O'ylaymanki, bu ham mana shu so'xi rivojiga, taraqqiyotiga, odamlarimizga yaxshi tibbiy xizmat ko'rsatish qolaversa, turistik salohiyatni demak rivojlantirishga mana katta hissasini qo'shadi. Umuman So'x tumanini o'zini iqtisodiyoti rivojlanishi, So'x tumani mana shu mehnatkash xalqini bilasizlar, hammani muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich alohida nazoratdalar. Alohida bir e'tibordalar. Alohida bir hamisha mana shu fikrlarni bir chekkasida, yuraklarni bir chekkasida so'xtiradi desam, hammani qo'shilsani kerak. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Prezidentimiz boshchiligida shu mamlakatimizda bo'layotgan mana shu ulkan ishlar, ulkan islohotlar bir so'xga e'tibor beryaptimi, odamlarimizni kayfiyati qalay deb doim mana shu so'x haqida so'rab turadilar va albatta mana shu so'xni rivojlantirish doim aytadilar, bizning eng katta bir vazifamiz, eng katta bugun oldimizga qo'ygan maqsadimiz ham so'xi ishsizlikdan xoli hududga aylantirish kerak, so'xi kambag'allikdan xoli hududga aylantirish kerak deb doim ta'kidlab o'tadilar. Mana shu yuksak e'tiborni yana bir amaliy ifoda sifatida aytishimiz mumkin. Mana 8-iyul kuni prezidentimiz mana 258-sonli bir tarixiy qarorga imzo chekdilar. Bu qaror So'x tumanini 2026-2028-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, mavjud zaxira va imkoniyatni ishga solish yuzasidan qabul qilingan bo'lib, ushbu qaror So'x tumanini umuman hamma tomonlama iqtisodiyotini rivojlantirish, ijtimoiy sohasini rivojlantirish, So'xni demak dunyoga tanish, turizm maskaniga aylantirishda, umuman yoshlarimiz uchun yangi ish o'rinlar, sharoit, xalqimiz uchun sharoit, pirovard shu xalqimizda demak turmush darajasini yuksaltirish uchun xizmat qiladigan mana shunday bir tarixiy qaror bo'ldi. Va bu qaror ijrosi bilan birgalikda endi bu So'x oddiygina bir dehqonchilik, dala madaniyati rivojlangan tuman emas, balki bugun zamonaviy sanoat bo'lganda ham sanoatni yuqori qiymat beradigan sanoat yo'nalishlari. Qolaversa mana shu gurkirab o'sayotgan, gurkirab rivojlangan nafaqat So'xni, nafaqat Farg'onani, balki O'zbekistonni yangi turistik brend maqomiga ega bo'ladigan yangi turizm yo'nalishiga aylanadi. Yuqori darajada xizmatlar ko'rsatish. Qolaversa yangi zamonaviy ilm, kasb-hunar markazlari, IT texnologiyalar, sun'iy intellekt rivojlangan bir hududga aylantirish. Qolaversa endi yer ham oddiy dehqonchilik emas endi So'xda. Balki yuqori qiymatdagi mahsulotlar yetishtiradigan bir zamonaviy intensiv qishloq xo'jaligi rivojlangan hududga aylanadi. Turizmni So'x tumanini rivojlantirishchi yangi driver sifatida belgilab oldi. So'x daryosini markazga tutash 5 kilometrlik qirg'og'ida Sarikanda, Ravon, Sharqobod mahallari hududida 720 milliardlik investitsiyalar hisobiga zamonaviy kurort sog'lomlashtirish kompleksi, turli xil dam olish maskanlari, qolaversa xizmat ko'rsatish obyektlari, mehmonxonalar, turli xil demak mehmonlar uylari, turistlar demak oqib keladigan katta bir turizm maskani demak barpo etiladi.
qolaversa mana aeroportimizni kengaytirish nazarda tutilgan. Haligi 100 talik samolyot bemalol quradigan aeroportga aylantirish. O'zbekistonda hamma hududdan kerak bo'lsa samolyot uchib kelib So'xda mana shu bir necha kunlab, bir kun, ikki kun emas, haftalab dam olib ketishga imkon bo'ladi. Hali bu ishlarni amalga oshirib, mana yangi samolyotlarni beryaptilar. 2 ta samolyot beradilar, Xudo xolos prezidentimiz. U ishga tushib qolsa, dunyo davlatlaridan kelib, bu yer mana shunday go'zal tabiatdan bahra olib, mana shu yerdan bir toza havodan nafas olib, shu yerni bir suvlardan ichib, shu yer xalqidan bergan taomidan taomlanib, lazzatlanib, xursand bo'lib, yana qaytib So'xga kelaman deb keladigan bo'lib ketadigan shunday ajoyib go'zal joyga aylanadi. Prezidentimiz bir gap aytdilar-da, endi dedilar, o'zi bu birinchi qaror qilganimizda puli bor yo'q 300 milliard edi. Bu sirni ham aytib qo'yaylik. Birinchi taqdimot qildik. Qancha pul sara? 280 milliard edi. Unda 300 ham emas edi. Keyin prezidentimiz to'xtatdilar-da, keyin topshiriq berdilar. To'xtan dedilar. Bu qilsak, bir marta qilsak, bir qilganda tuzukroq qilaylik dedilar. Bo'lganda dedi, bo'lib qolsin So'x dedilar. Mana ham borganda So'xliklar bilan uchrashganda yuzimiz yorug' bo'lsin, qaytadan qaror qiling dedilar. Mana 2 oy qaytadan qaror qilib 280 milliardlik pul 1 trillion 250 milliardga aylandi. Mana qarang. Endi bu yoqda endi hammamiz bir yoqdan bosh chiqarib, mana shu boshlanayotgan ishga hammamiz oqsoqollarimiz o'zlarining duolari bilan yoshlarimiz belini mahkam shimarib, belni mahkam bog'lab, yengini qo'lini shimarib, astodil mehnatga demak bel bog'lab, agar katta kichik, yoshi qari agar hammamiz tirmashib harakat qiladigan bo'lsak, bu 2028 emas, biz 1 yilda bu narsalarni qilib tashlashimiz kerak. 1 yilda. Biz 2 yil kutishga vaqtimiz yo'q. 1 yilda hammasini qilishimiz kerak. Tantanali tadbirda ishtirok etgan O'zbek Milliy akademik drama teatri direktori, O'zbekiston, Tojikiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi Yodgor Sadiyev so'xliklarga bo'lgan hurmati va qalbidagi his-hayajonlarni yashira olmadi. Assalomu alaykum qadrli so'xliklarim. Men ham bugun haqiqatdan mana shu So'xni juda yaxshi ko'rganim uchun men ham boraman deb oldiylarga yetib kelganimga Allohga beadatlar shukr bo'lsin deyman. Qadrdonlar. Mana shu kunlarga, yaxshi kunlarga bir xizmat qilish niyatida shu yerga keldim. Qaranglar, muhtaram prezidentimizni mana shu So'xga bo'lgan mehrlarini hozir mana chiqib hokimimiz ham aytdilar. Men bitta narsani bo'ynimga solib qo'ydim. O'sha ishlar bajarilgandan keyin muhtaram prezidentimiz chiqargan qarorlari bo'yicha chiroyli bo'lgandan keyin men albatta O'zbek Milliy akademik otaxon teatrini jamoasini So'xga olib kelishga va'da beraman. O'zbekiston vatanim, bahbahorim jamanim, yagona qalbdan haq elga fido jon tanam, shuur qaynab quchog'im, ko'zimga surtib tuprog'im, kunlik qo'shig'im kuylab, ubaman yurt bayrog'im, yalla 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 taronaman qallaman, yalla 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 yurt ishqida yonaman. Yalla 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 taronaman allaman, yalla 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 yurt ishqida yonaman. Biz chetda qolib ketdik deb hech qachon o'ylamanglar. Sizlar muhtaram prezidentimizni bag'irlaridasizlar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Men bir so'xlik ayol sifatida, so'xlik bir ona sifatida shuni aytmoqchimanki, so'nggi 8-9 yil ichida To'q tumanida misli ko'rilmagan o'zgarishlar bo'lib ketdi. O'zim ham ajablanib, umuman quvonib ketyapman. Prezidentimizni alohida nazaridamiz.
e'tiborlaridamiz. Ming rahmat aytaman, chunki mana hozir quvonadigan payt, barallo hurmat ila, ehtirom ila minnatdorchilik bildiradigan paytda 1 trilliondan ortiq mablag'ni bitta So'x tumaniga ajratilgani bu quvonarli hol albatta. Bu kelajagimiz, nevaralarimiz, farzandlarimizning hayotini farovon bo'lishi, bilimli, ma'naviyatli bo'ladigan yuksak yangi O'zbekistonimizning yangi avlodi uchun bu imkoniyat yaratib berilgani. Muhtaram prezidentimizga butun So'xlik ayollar nomidan, butun So'xlik onalar, buvilar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan biz faxrlanishimiz kerak. Bu yangi O'zbekiston uchun yangi So'xni birgalikda bir onalar sifatida barpo etishga va'da beraman. Darhaqiqat prezidentimizning bir so'zlari bor edi. Men barcha O'zbekiston xalqini sevaman, ularni yaxshi ko'raman deganlarni bugun So'x misolida ko'rdim. Men mana necha yildan beri ta'lim sohasida ishlab, bunaqangi eng chetga anklav tumaniga e'tiborni birinchi marta ko'rdim. Shuning uchun kelajakda mana So'ximizda ekoturizm, turizm, xalqaro turizmni rivojlantirish uchun bugungi qabul qilingan prezident qaroridan benihoyat xursand bo'ldim. Chunki kelajakda So'xda yangi ish o'rinlar yaratish, kelajakda yoshlar uchun keng sharoitlar yaratish bu qarorda hammasi ko'rsatilgani bizning kelajagimiz yoshlarimizga bo'lgan e'tibordan dalolat beradi. Prezidentimiz o'zlari ko'rsatib bergan manbalarni, mablag'larni kelajakda mana aeroportimiz kengayishi, IT parklarni ochilishi, o'quvchilarimiz, yoshlarimizga bilim olishi uchun IT yo'nalishida bilim olishlari uchun keng sharoitlar yaratilishi bu So'x tumani yoshlarga bo'lgan e'tibor deb bilaman. Bu degani minglab ish o'rinlari yaratilishi hamda kelajakda xorij davlatdan sayyohlar kelishiga keng sharoit yaratadi. Prezidentimiz muhtaram Shavkat Mirziyoyevning So'xga bo'lgan e'tibordan benihoyat xursandmiz. Biz nuronlar shunday xursandmiz, ko'nglimizga sig'dira olmayapmiz. Bunaqa xursandchilik So'x xalqi uchun so'z bilan aytib buni uddalamaydi. Chunki bugungi qaror bo'yicha So'xda aeroporti, yangi aeroportni qurish, yangi samolyotlarni berish, mana Qayroq massivini obod qilish, Tul massivini obod qilish, yangi ko'priklar, maktablarni yangi bino qilish, yangi prezident maktabini qurish, tashkillash benihoyat imtiyozlarni ko'p bergan. Bu albatta bunga yana qo'shimcha qarang, turizmni rivojlantirish. Bu turizm degani bu hozir chizmalardan men ko'ryapman. Agar mana shu nimalar qurilsa, Turkiyada, Sochiga, Qrimdan hech kam joyi bo'lmaydi. Bu bilan biz So'xda ijtimoiy iqtisodni rivojlantiramiz, xalq turmush tarzi yaxshi bo'ladi, odamlar asosan ish bilan ta'minlaydi. Albatta kelajak avlod uchun, bizning nabiralarimiz uchun, o'g'il qizlarimiz uchun, kelinlarimiz uchun bu katta imkoniyat. Prezidentimizdan minnatdormiz. So'x tumanimizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish to'g'risidagi chiqarilgan muhtaram prezidentimizning qarorlari juda ham bizni quvontirdi. So'xlik yoshlarni barchani quvontirdi. Uning ichida bizga yoshlarga eng qulay tomoni nima bilasizmi? 45 milliard so'mlik yoshlar markazini qurishi. Bu hali O'zbekistonda 208 ta shahar tumanda bunaqa narsa bo'lmagan. Bu ilk marotaba So'xda bo'lyapti. So'xda biz oddiy So'x tumani emas, yangi So'x tumani deyishga qurbimiz ham, kuchimiz ham, salohiyatimiz ham yetadi. Chunki bizni yuqorida bizni ko'mak berayotgan, bizga tog'dek suyanchiq bo'layotgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bor. So'x tumani taraqqiyotida yuksalish bosqichini belgilab bergan qaror katta shodiyona bilan kutib olindi. Tantanali tadbirda bildirilgan dil so'zlari, qo'shiqlarga, raqslarga ulanib ketdi. Tadbir so'ngida bir asrlik umrni bosib o'tgan Begali Ota Boltayev so'xliklarga davlat rahbari tomonidan alohida e'tibor berilayotganligidan va mana shunday kunlarga u ham yetib kelganligidan to'lqinlanib, shukronalik so'zlarini barcha bilan baham ko'rdi. Qo'llar duoga ochilib, dildagi shukronalik tillarga ko'chdi. Yurtga tinchlik, xotirjamlik, prezidentimiz va xalqimizga sog'lik, omonlik, tumanda barcha sohalarda amalga oshiriladigan ulkan qurilish bunyodkorlik ishlariga muvaffaqiyat tilab, duo Fotiha qilindi.
Shu kuni So'x tumanida aholi turmush farovonligini oshirish, fuqarolarning uy-joylarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, hudud infratuzilmasini yanada rivojlantirishga qaratilgan qator yirik qurilish loyihalariga start berildi. So'x daryosi hamda Soybozor hududidan oqib o'tuvchi Obishel Soy daryosining har ikki sohil qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Daryo qirg'oqlarini mustahkamlash bo'yicha ikkita yirik, qiymati 3 milliard 844 million so'mni tashkil etuvchi loyiha amalga oshirishi belgilangan. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorovga mazkur loyihalar va ularning iqtisodiy natijadorligi bo'yicha to'liq ma'lumot berildi. Shuningdek, daryoning o'zallari mustahkamlanishi va yuqori qismidagi yer maydonining tekizlanishi evaziga aholi uchun ko'p xonadonli turar joy binolari barpo etish loyihasi ham taqdim etildi. Mana bugungi So'x tumaniga bo'layotgan prezidentimiz e'tiborlari, Farg'ona viloyati Xayrullo Hayitboyevich e'tiborlarini qo'llab-quvvatlash maqsadi biz ham o'zimizga ruhlanib, mana biz ham kelib tumandagi qurilishlarga o'zimiz hissamizni qo'shish maqsadida kelib, mana o'zimiz takliflarni berdik. Xayrullo Hayitboyevich qo'llab-quvvatladilar. Xudo xolasa mana qurilishlarni boshlaymiz. Undan ortiq texnikalar kelib tayyor turibdi. Ertadan xudo xolasa qurilishlarga start beramiz. 50 dan ortiq ishlar xudo xolasa jalb qilinadi. Tez orada mana birinchi, ikkinchi bloklarni ko'tarib xalqimizga topshirishga va'da beramiz, sifatli qilib. Mazkur hududda 12 ta 440 ta xonadondan iborat 7 qavatli turar joy binolari qurilishi belgilangan. Tashabbuskor quruvchilar bilan suhbatlashgan viloyat rahbari binolarni loyiha smeta hujjatlari asosida barpo etish, zamonaviy ko'rinishdagi barcha qulayliklarga ega aholi uchun dam olish maskanlari, yashil makonlar, bolalar maydonchasi tashkil etishga alohida e'tibor qaratish bo'yicha tavsiyalarni berdi. So'x tumaniga prezidentimizning alohida qarorlari chiqqandan mamnunlanib, g'ururlanib shu So'x tumaniga ko'p qavatli uylar qurilishiga shu bel bog'ladik. Xudo xolasa kelajakda shu ko'p qavatli uylarni sifatli va qulay sharoitda aholi uchun qurib bitkazib topshirishga bel bog'ladik. Viloyat hokimimiz ikkita ko'p qavatli turar uy joylarini qurilishni bizga berishda ishonchni oqlash uchun ikkita zamonaviy turar uy joylarini barpo etishga harakat qilamiz. Taqdim etilgan loyihalar bilan tanishgandan so'ng qurilishga start berildi. Yaxshi niyatda qurilish ishlariga tamal toshi qo'yildi.